Nurik, Matilda, sanichi? Tuxum solyapmiz. Shakar, tuz, bir chimni mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Tak, mikserda 6 tezlikda oppoq qilib ko'pirtirib olamiz. Shakar, tuxum. Unli massani ko'pirguncha tayyorlaymiz. Un, soda, qabartma, kakao. Aralashtiramiz. Quruq massani oz-ozdan sovib olamiz. Suv va kofe. Issiq bo'lishi kerak. Tayyor. 24 qolipga quyib olamiz. 180 gradusda 40 minut pishirib olamiz. Krem rosa ham oson. Moloko, yog' va kakao. Yog'ni eritib olamiz, prezident yog'i. Qo'shamiz, kakaoni solamiz. Bo'ldi, aralashtiramiz. Kremimiz mana 5 minutda tayyor bo'ldi. Bu shaqili. Skitimiz pishdi-yu, yumshoq. Ikkiga bo'lib kremlaymiz endi. Kremni nasatga solamiz, shuna qopchiqqa. Keyin shunaqa qilib solib chiqamiz. Ustiga krem solib oldik. Shunaqa qilib bezataveramiz. Tekis qilib surkashimiz kerak. Bezatamiz. Mana shokoladlarni maydalab. Tortimiz tayyor. Nuri